yanasi ko'p ko'rasiz. Hamma yo'l birga to'g'ri bo'ladi. Mana ikkita mujassalar bo'ldi. Xudo xohlasa ekonom pechkamizni gibrid variantini, xudo xohlasa rezultatini Hoji tog'amizdan so'raymiz. Hoji tog'a, ekonom pechkani gibrid variantiga, rezultatiga qanaqa qaradingiz? Menga buni yaqin tomoni birinchidan shu issiqman alanga hatto mana shu katta turgan xona parovoylar arada turib, mana shu yoqqan joyda o'zi issiq nihoyatda bitta xonani zo'r istar ekan bu. Hozir mana bitta odam mana bemalol po'qat bo'ldi mana shundan alanga uryapti. Po'qat sho'rva, choymi nima bo'lar qaynasiz, qo'llarsiz bo'lar ekan. Eng asosiysi mana bitta mana buni ko'ryapsizlar, mana shu bitta bir temirchining qosqonda havo haydagan yongandaqa oddiy o'tirib tashlab buzillab tortib yonyapman. Ko'mirga qanaqa yonar ekan? Ko'mir tiyini bilyapsizmi, bilmayapsizmi? Ko'mir tiyini chiqmas ekan, ustidan chiqmas ekan. Eng qulayligi shunaqa ekan olmaganda, shu mana misol uchun hozir 6 kilo, 10 kilo tutsangiz deyapti. Endi hali sanab ko'rganim. Например, 15 kilo hisoblayvering, Hoji tog'a siz? 15 kilo bilan zo'r rezultat olaveradi, xudo xohlasa. Hisoblaysiz. Ancha ekan olmaganda. Yoqqanimizga 20 minut bo'ldi, xudo xohlasa. Открытый sistemada ham xudo xohlasa 42 gradus ko'rsatyapti inshaalloh. Bemalol betlarda ovqat pishirib, hamma narsa qilsangiz bo'laveradi. Ekonom pechka olmoqchi bo'lgan akalarimizga garantiya, sosteniyasi zo'r bo'ladi. Buni men nima qilganlarga, shuni ixtiro qilganga, o'ylab, shuni tashkil qilganlarga rahmat deyman. Nihoyatda shu qulay qilibdi. Kam bo'lmasin. Alloh rozi bo'lsin. Haq to'ylar shunchalik juda boplabdi. Sizga o'xshagan hoji tog'alarga, hojinalarga nima tavsiyangiz bor, hoji tog'a? Qilish kerak, shuni olib foydalaninglar. Qilish kerak. Ham narxlar qimmatmasa 2 million atrofida ekan. Qilinglar, foydalaninglar. Zo'r ekan. Qishda maza qilib qishdan chiqasizlar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa qishda hoji tog'a konditsionerni sovug'ini yoqib yotadigan yo'q bo'ldi. Inshaalloh. Joyda mana ko'p egallamasa, kichkina olgan kattalar bahaybat katta edi. Mana ekonom pechka. Ekonom katta ekan. Juda maza qildik. Xursand bo'ldik. Obunachilar sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Yonishlari o'ta go'zal, mana cho'tki yonyapti inshaalloh.